Hammaga salom okaman akalarim, xush kelibsizlar Salom 27 ga. Salom 27 da endilikda hech qanaqa pul kiritmasdan pul ishlasa bo'ladi. Qanaqa do'stlar, bugun sizlarga bitta o'rgatib qo'yaman. Sizlar ko'rayotgan videoyinglar mana shu joyda primerni chiqqan bo'ladi, ikkinchi video bo'lib. Xuddi shu kanalning shapkasi orqali yana tugmachasiga bosib turib guruh top bo'lsanglar bo'ladi. Guruhga nima qilish kerak? Mana bu joyda mana shu ustiga bitta bosiladi. Guruhga o'tiladi va bu guruhga odam qo'shish kerak bo'ladi. Oldin mana bu pastda do'stlar join tugmachasini bosasizlar va bosganinglardan keyin do'stlar mana mana shunaqa ko'rinishda turadi sizlarda guruh va bu guruhga nima qilish kerak do'stlar? Mana odamlar turibdi, mana hozirgacha obuna bo'lgan odamlar. Demak, nima qilamiz? Birinchi navbatda mana guruh asosiy bo'limiga o'tib olamiz deb, mana bu joydan add members yoki odam qo'shish, a'zo qo'shish degan joyi bo'ladi. Xo'p, o'shandan keyin do'stlar mana bitta tanlaymiz mana. Misol uchun 1, 2, 3, 4, 5 farqi yo'q. Bizga 45 ta odam kerak bo'ladi do'stlar. Xo'p, mana hammaligini men tanlayman va mana 9 ta odam qo'shyapman. Bizda do'stlar shartimiz qanaqa? Mana guruh nomini o'zi shunaqa qilganmiz. 45 ta odam bo'lishi bilan sizga 10 ming so'm paynet telefon raqamingizga tushadi. O'shaning uchun do'stlar shoshiladigan joyi bu uzoq davom etmaydi. Grubiy 4 oy yoki 3 oy bo'lishi kerak do'stlar. Xo'p, bitta addini bosib yuboramiz va guruhga odam qo'shilishi boshladi. Mana do'stlar 28 ta bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Screenshot qilamiz odam qo'shishdan oldin va odam qo'shgandan keyin. Mana screenshot qilib oldik. Keyin nima qilamiz do'stlar? Keyin mana xo'p, mana bu joyga ham bitta ko'rsatib o'tib qo'yamiz. Undan oldin esa mana ko'rishingiz mumkin, mana bu joyda Salom 27 admin turibdi. Ustiga bitta bosamiz va adminga yozamiz. Mana admin, Salom admin, man 5 ta odam qo'shdim deb va screenshotni ham jo'natib qo'yamiz do'stlar. Xo'p, shuning bilan admin bizani odam qo'shganligimizni tasdiqlaydi va telefon raqamimizni jo'natsak, misol uchun meni raqamim 95 kodi bilan Liboy 90 kodi bilan 000 Liboy xullas shu ko'rinishda ketadi do'stlar. Xo'p, demak, ishlab qoladigan joyi do'stlar, tavsiya qilaman guruh anchayin tez rivojlanyapti do'stlar. Ulgurib qolinglar, men 6 ta odam qo'shdim, demak 3 tasi guruhga qo'shishga ruxsat bermagan ekan. Demak, menda 5 emas, 6 ta odam bo'lgan ekan mana. 5 emas, mana 6 ta odam qo'shdim. Va admin sizlarni tasdiqlaganlaridan keyin telefoningizni jo'natasiz mana shunaqa va sizlarga pulinglarni tashlab berishadi. Xo'p, akalar, bosib qolinglar. Salom 27 yana qaytadi. YouTube'da aktiv bo'linglar. Telegram kanalda ham aktiv bo'linglar do'stlar. Go.